Qo'qon shahrida bilimdon o'quvchilar tanlovida yuqori natijalarga erishgan yoshlar taqdirlandi. Maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish maqsadida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan bilimdon o'quvchilar tanlovida Qo'qon shahridagi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar ham faol ishtirok etdilar. Ushbu tanlov ijodkorlik va mantiqiy fikrlash qobiliyati yuqori bo'lgan maktab o'quvchilarini aniqlash, bilim darajasini oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng ommalashtirishga qaratilgan. Tanlovda o'quvchilar test savollari orqali tabiiy, matematika va o'qish savodxonlik bo'yicha har bir fandan 10 tadan jami 30 ta test topshiriqlarini bajarib, o'z bilim va ko'nikmalarini namoyon etdilar. Xususan, shahrimiz yoshlari o'rtasida namuna nodavlat ta'lim muassasasi va birinchi davlat umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari eng yuqori natijalarga erishib, Qo'qon shahar hokimining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan mukofotlandilar. Ulug'bek Nurboyev, Nodiraxon Ismoilova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.